Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz vatandoshlar va dindoshlar. Bugungi video murojaatim barcha musulmon ahliga iltimosim bo'ladi. Aziz vatandoshlar va dindoshlar, kelinglar birdan bo'lib hammamiz Allohga duo qilaylik. Bir birodarimiz tavbaga qaytgan, ancha o'lyapti tavbaga qaytganiga. Bu birodarimizni hozir ismini ham aytaman sizlarga. Kecha kuni video murojaat qilib chiqibdi. Yurtboshimizga, prokuraturaga, sudyaga murojaat qilib chiqibdi. Yengil qilib berishini, suddan oqlanib chiqishini murojaat bilan chiqibdi. Shuning uchun aziz vatandoshlar, men sizlarga bir murojaat bilan chiqdim, bir iltimos bilan chiqdim. Ertaman Xudo xolasa bomdod namoziga turganimizda shu bolani bir duo qilaylik. Aziz vatandoshlar va dindoshlar, shu bola ertaga sud ekan. Bir inson shu bolani qamalishiga juda yurakdan xohlab eski videolarini sudga tashlabdi. Qamalishini so'rabdi. Bu bolaga ham Xudo xolasa bu bola video tashlagan bolaga ham Alloh hidoyat bersin, Alloh to'g'ri yo'lda ko'rsatsin. Bu bolaga ham inshaalloh bu bolaning ham ko'zi ochiladi. Tez kunlarda qilayotgan ishlarini xatoligini bilib tushunadi inshaalloh. Shuning uchun aziz vatandoshlar, shu Gold Shahzod ukamizni duo qilaylik. Bir boец bas, bir sportsmen bas, bir musulmon birodarimiz, bir musulmon qardoshimiz o'rnida ko'rib bir duo qilaylik. Shu bolani ertageli sudda oqlanib chiqishini so'raylik. Yorug' yuz bilan shu sudda yorug' yuz bilan chiqib, shu yoshgina 4 ta farzandi bor ekan. Shu 4 ta farzandiga yorug' yuz bilan qaytib kelishini Allohdan so'rab duo qilaylik. Yo birodarlar, qardoshlar, vatandoshlar, dindoshlar. Bilasizlar, yosh bola tez sinib qoladi, hali ko'yini sinib qoladi, hali otasi qamalgan, bunaqa degan gaplarni ko'p eshitsa, yosh bolani yoshlikdan sindirib, shu ruhiyati sinib borish, bu nihoyatda bu og'ir botadi keyinchalik. Siniq bola bo'lib katta bo'ladi. Shuning uchun aziz vatandoshlar, dindoshlar, duo qilaylik. Shu bola ertagali sudda oqlanib chiqsin. Shu Shahzod oqlanib chiqib, inshaalloh oila bag'riga, ota-onasini, bola-chaqasini bag'riga qaytishini Allohdan so'rab duo qilaylik. Aziz vatandoshlar, dindoshlar, sizlarga murojaatim va iltimosim, aka-ukalarim, vatandoshlarim, dindoshlarim, balkim birorta odam chiqib menga yozadi, сообщение yozishadi. Sen buncha ko'p tarafini olaverding, sen bunaqasan, so'kinib ham yozishadi. Mayli, ularga ham atvet qilmayman. Chunki ular ham musulmon birodarlarimiz. Musulmon borki, Alloh debdiki, tavba qilibdiki, u birodarimiz, qarindoshimizda u. Musulmon u. Tavbaga qaytgan, ayniqsa tavbaga qaytganda yana ham chuqurga yetarish bu noto'g'ri bo'ladi. Bu bolani kelinglar bir hammamiz birdan bo'lib duo qilaylik. Shu bolani iloyim Xudo xolasa shu ertagali sudda oqlanib chiqishini Allohdan so'rab qo'yaylik. Aziz vatandoshlar va dindoshlar, hammalari sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.